bundan bo'lmaydi, boshqalar tushunib qolmaydi gapni. Ben şu Uyg'uristondagi Aqsu diyoridan, Aqsu Unsudan o'zim men bilan Murodil desam, şu Unsudagi Jambazur tug'ilgan. Men Nazir va Xitoydagi ishki o'tkazda sargardan bo'lib yashayotgan o'zim bu shu havo o'xshaymiz, havodagi to'plar o'xshaymiz biz. Hammamiz tuzib ketamiz, hammamiz yo'qolib ketamiz, hammamiz ro'yimiz shu Baş kaynat qilib qoldi, lekin bu güçümüz qilib qoldi. Güçümüz chiqdimiz, o'zimiz hammamiz. Shuna bo'lganligi uchun bizni bundaq muyimchoqlik biz Uyg'urdik, biz musulmondik, biz turklardik, biz ular bizni yordam qilmagandi. Ularga tashviq qilamiz, uni qilamiz deb bundaq jafo chekishni aytdik. Biz ularga tashviq qilib, ular undaq quruq ishlar, ahamiyatsiz ishlarni qilish uchun Alloh bilan o'zimizga yordam qilib, o'zimizni uyg'otib, o'zimizni mana bu nimning erkinlik ekanligini tushunib, erkin yashashdan keyin ma'nosini nimaligini tushunib, o'zini andiki tilimizni saqlab qolishdan keyin nimaligini tushunib, bundaq yashasak bo'ldi. Biz u Yevropalikqa yoki turklarga yoki musulmonlarga voy biz bundaq millatdik, biz bundaq andaqdik deb tushuntirishni aytsak, chunki hozir bizning bir yo'q qilganimiz bu emas. Chunki Makkaga ketib qolgan Xitoyga o'xshash kishilarga Sen köye vaxtımızda gaplarla düşünmemiz gerek. Nima deysen? Ben Uyg'ur qandaq deb diyaliga vaxtımızda qandaq qilib yashab qolalaymiz. Çünkü sen onunla yol qiyavergan siri, sen onunla qancha qo'rqqan siri qandaq qildi? Yo'qaysa sen Xudoga chetalik Uyg'urlar qandaq qildi? Ba'zanlar tashib qoldi Uyg'urchilikni, Uyg'ur bo'lmaydi-ku bu. Voy, ba'zan nomus qildi Uyg'ur bo'lsa bu refugee bo'lganmiz yoki Uyg'urlarning ong saviyasi tushgansa, urush kutgansa u bo'ladi. Bu rost gap, buni tan olsa bo'lmaydi. Chunki nurg'un Uyg'urlarniki madaniyat saviyasi tushgan hamda bu madaniyat saviyasining tushganligi musulmon bo'lishdan kelib chiqdi deb o'ylayman. Chunki musulmon bo'lish buni bu xato ish deganim yo'q yoki buningga ortiqchiligim gap qilgim yo'q, lekin Uyg'urlarga hozir ko'p xiyollarni qilib, ko'p bismlarni ma'lum dümbümüzge atıp jükatkan oluşu bundak mengisinin ayışı yok hazır. Bundak kılış artışçılık hazır. Namaz okusunuz buldu. Dinli cihati talimatınız buldu. Bunun için bundak işlerini hayatımızdaki 10%, 20% şunu çıkarırdı. Kalan işlerini nemenin erkenin, nemenin ki hayat hikayeliğini düşünüş buna etmeyeyim. Bu da nemenin özümüzdeki öz mahiyetimizi, özümüzün kimliğini düşünüp yaşayış buna etmeyeyim. Üzen buluş. Mesela ben üzemninki kim ekanligi, üzemninki bir inson bo'lish ekanligini tushunish uchun bu yo'llarni tanladim. Mesela biz Uyg'ur bo'lgan ekanmiz, biz Uyg'urligimizni tunish, aytmayman, Uyg'ur bo'lish, Uyg'urligimizni tunib, Uyg'urda yashash bunday muhim bo'lganligi uchun biz o'zimizga voy biz turkdik, voy biz musulmon, unda gaplarni qilmanglar yaxshisi. Chunki bu bir yuk bo'lib qoldi, yuk qo'limizga bu yuklarni qo'limizga qachiravergan siri biz qanday qilamiz? Confuse your mind. O'zingizni qo'lingizni qaymoqtirib aytasiz. Buni tushunmaysiz. Nimadan Uyg'ur biz Uyg'urmi yoki musulmon bizni tushunib qilolmaydigan gap. Shuning bilan deydiganim Uyg'ur, Turk, aniki musulmon bu uch huquqni ayirib qarashga tushunish kerak. Buni huquqni ayirib qarash kerak. Buni birlashtirib o'tib